Shoir, tarjimon, publitsist, jamoat arbobi Abdulla Oripov 1941-yil 21-martda Qashqadaryo viloyati Koson tumanidagi Nekoz qishlog'ida tug'ilgan. O'rta maktabni oltin bilan tamomlagandan keyin 1958-yili hozirgi O'zbekiston Milliy universitetining jurnalistika fakultetida o'qiydi. Sharq yulduzi jurnalida adabiy xodim, Yosh gvardiya va G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyotlarida muharrir, Yosh gvardiya dramatik teatrida badiiy bo'lim mudiri, O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi maslahatchi, katta adabiy maslahatchi, Abdulla Qodiriy nomidagi Toshkent davlat madaniyat institutida o'rindoshlik bo'yicha o'qituvchi, Sharq yulduzi jurnalida muharrir, Yozuvchilar uyushmasining Toshkent viloyat bo'limi mas'ul kotibi, Gulxan jurnali bosh muharriri, O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi rayosati raisining o'rinbosari, O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasining kotibi, O'zbekiston Respublikasi mualliflik huquqini himoya qilish davlat agentligi raisi, O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasining raisi vazifalarida ishlab kelgan. 2009-yildan boshlab esa O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasining faxriy raisi. U esa 1990-yilda O'zbekiston Oliy Kengashining, 1995-yilda esa O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining deputati etib saylanib kelgan. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati a'zosi. Abdulla Oripov Kaliforniya, AQShdan ta'lim, sanoat va san'at xalqaro akademiyasining a'zosi ham bo'lgan. Dastlabki she'ri 1957-yilda o'zbek she'riyatiga o'ziga xos voqea bo'lgan. Mitti yulduz nomli birinchi kitobi esa 1965-yilda nashr etildi. Shundan keyin Ko'zlarim yo'lingda, Onajon, Ruhim, O'zbekiston, Hayrat, Yurtim shamoli, Yuzma-yuz, Najot qal'asi, Jannatga yo'l, Surat va siyrat, Yillar armoni, 60 yoshli vatanning 6 yoshli o'g'loni, Ehtiyoj farzandi, Sen bahorni sog'inmadingmi, Bobo va nabira, Qush tili, Munojat, Muborak haj yo'llarida, Haj daftari, Haqiqat, hikmat sadolari, Dunyo, ibodat, Sohibqiron, Saylanma kabi rang-barang bir-biridan qiziqarli to'plamlari va kitoblari chop etildi. O'zbekiston xalq shoiri Abdulla Oripov 2016-yilda vafot etgan. O'zbekiston xalq shoiri Abdulla Oripov 1994-yilda Abdulla Qodiriy nomidagi davlat mukofoti bilan, 1998-yilda esa O'zbekiston qahramoni yuksak unvonlari bilan taqdirlangan. Shoir